Umid opa O'zbekistondan Moskvaga keldilar. Hozir opa, assalomu alaykum. Men sразу rolik qilyapman, yaxshimisiz opa? Ham kasbini o'zgartirib ketgan 4-kasbini tanlab. Mana через Muhammad Nasimxon orqali Xudo xohlasa 6 oyga o'g'lim keladi baxtim. Assalomu alaykum hammaga. Aka-ukalar, Umid opani hamma bilsa kerak. Ko'rgansizlar videolarini. Umid opa O'zbekistondan Moskvaga keldilar. Hozir bir hammajon ko'rishaylik, Andrey chaqiring ko'rishaylik deb yozibdilar. Xudo xolasa hozir Umid opa bilan ko'rishamiz. Video davomida ko'rasizlar o'zingizlar ham. Assalomu alaykum yana hammaga. Mana Andrey topdim. Endi hozir Umid opani topaman. Umid opa ham hozir kelishlari kerak. Videoni ko'rasizlar davomida. Umid opa, assalomu alaykum. Men sразу rolik qilyapman, yaxshimisiz opa, yaxshi keldingizmi? Так, ну что, притягивайтесь. Давайте я Стул подвинуть. Не, вот сюда, вот сюда садитесь оба. Я сразу. Очень долго may kuni o'g'lim tushib qolgandi. Boshida advokat bo'lganda biza o'sha advokatimiz ham pulimizni olib, ham kasbini o'zgartirib ketgan 4-kasbini tanlab. Mana через Muhammad Nasimxon orqali men Andreyani nima qildim, qaytadan o'g'limga yordam berdi. Mana boshqa prokurorlar 4-kasbga 12 yilga yaqin srok bergandi. Hozir mana Andrey nima qilib, bizni 4 yilga olib chiqib, Xudo xolasa 6 oyga o'g'lim chiqib keladi baxtim. Men rahmat aytaman Andrey. Спасибо. Здорово.